Assalomu alaykum, rahmat kuzatuvchilari. Mana biz xonadonimizga qaranglar, mana shunaqa stilda yasab berdik. Kaktalar bo'lyapti. Katta yonidagi romlari ham yo'lingan. Ham slujniy mana. Vagonlari 35 ta. Ortaga ham ishga qo'yib berdik. Odamga bitta barmog'ida. Bunisi ham shunaqa. Bitta slujniy qilib ochib qo'ying. Mana shu holatda bo'ladi. Mana bu yerga balkon qanotdan ish qilib berdik. Mana bu ham bitta barmog'ida. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, Instagram raqamlarga